Qaysi bir ayal o'zining uy bulosiga oroza aylarda shunday xizmat qilgan bo'lsa, suvni suvday, chayin chayda, tamog'ini shunday tayyorlagan bo'lsa deydi. Alloh taolo bu ayal zotiga 8-5 bor deydi, xohlagandan kirganga ruxsat berib qo'yayotganda. Qarab ko'ring, xohlagan eshikdan kirayotgan. Mana hozir Alloh hidoyat bersin qiz kelinlarimizga. Qaynana oroza bo'la turgan, qarmay turgan bo'lsa, shuni turib chay nanini berganga jarabaydi. Chay nanini berib qo'yganga jaragan qiz kelinlarimiz bor. Alloh shularga hidoyat bersin. Men oroza tutmayman dedi. Xo'p, sen oroza qarmasang, bu qaynananga, qaynatanga chay nanini tayyorlab bermaysanmi? Bu boyaga bir aytganda sertiladi, tupoy eri shuni turg'izganga jarabaydi-da. Aql parasat jetmaydi shugacha. Bo'lmasa mechitlarga keladi, taravihga keladi, o'shunday bayonlar dugat tag'in barib olib, eni o'zi ertaman turib balani uyg'otadi, kelinni uyg'otmaydi, chayga tur deb. Ana bu aql parasat jeta turgan bo'lsa bu balani xotinni turg'izib sen tayyorla desh kerak-ku. Mayli sening uzring bor. Sana oroza qarmasang bo'ladi. Biroq chaydan tayyorlaganga uzr yo'q-da tug'anlar. Je uzr bo'lavi. Uzr bo'lmaydi tug'anlar. Mana shuni aytganga biz erkaklar parasametrimiz jetmay ketadi-da. Aqlimiz jetmaydi shu narsaga-chi. Ko'pchilik erkaklarimiz. Kelin uxtab jatadi. Mana ko'rdingizmi? Voy tug'anlar. Erkaklar aytaylik. Xotinni turg'izaylik. Tamog'ashi tayyorla deb aytaylik. Bu o'zi uchun daga, bu urmatsi uchun daga cho'ng ne'mat-ku bu. O'rozoyda xizmat qilib qo'yishlik. O'shunday sovuqga bo'ladi o'tpaymi? Ana shundoqdan bu intimaqdan, urmatsidan bir belgisida. Buga ayaldan daga, erkakdan daga parasametr ishlash kerak-da. Aql yurgizish kerak-da. Aql yurgizsa biroq aytgandan o'zi yomon deydi, iylagandan ko'zi yomon deydi. Biz aytaveramiz bu narsani-chi. Ambul Allah hidayet berib, bunday qilib qolishi Xudoning ishidan. Biz aytamiz oroza tut, namoz o'qi deyveramiz. Biroq Alloh taolo qaysi kuni buni namozga kirib qo'yishi, qaysi kuni oroza qarmab qolishini Alloh taolo o'zi bilayotganda. Elga, jerga, tug'anoqlarga aytaylik, qo'shni qo'lonlarga aytaylik, intimoq bo'laylik, yaxshi bo'laylik, hurmatsizda jiraylik deb shu narsalarni aytaverish kerak-da.